da yozib qo'ydi boylikni. Ba'zi bir boylar bor-da, birodarlar. Namozini o'qiyveradi, hajga ham boraveradi, ro'zasini ham tutaveradi, zakotini bermaydi. Namoz o'qishi mumkin, ro'za tutishi mumkin va yana ibodatlarni qilish mumkin. Zakotga kelganda yoki bermaydi yoki hiyla qiladi. Men shunday odamlarni eshitaman ba'zi paytda. Zakotga yaqinlashgan vaqtida kattaroq uy sotib oladi. Zakotga yaqinlashgan vaqtda kattaroq mashina sotib oladi. Boy faqih. Boy domla deb qo'yamiz-da buni. Boy zakot bo'yicha domla desangiz to'g'riroq bo'ladi. Zakot ilmida ancha-muncha odamni, ancha-muncha imomlardan ko'ra fatvoni yaxshi biladi. 200 ming dollarga mashina sotib oladigan bo'lsa, ana o'sha 200 ming dollardan yoki 100 ming dollardan zakot berilmasligini biladi-da. 100 ming dollardan 2,5 ming dollar zakot bo'lib ketishi kerak. 2,5 ming dollarni ham saqlab qolyapti, zakotdan qutulib qolyapti, yangi mashinalik